qo'lingizdagi narsani yo'qotgandan keyin, quyoningizdagi odam, insonni yo'qotgandan keyin uni qadriga yetishni boshlaysiz. Ya'ni uni qadriga yetasiz. Bu narsani ota-onasini, yaqinlarini yo'qotgan insonlar juda yaxshi bilishadi. Men hozir ko'p ko'chalarda ko'p e'tibor beryapman, ko'p qarayapman. Ukalar, singillar, sizlardan bu iltimos. Bu sizlardan iltimos. Sizlar hozir yoshsizlar, baquvvatsizlar, kuch-quvvatinglar bor. Lekin sizlar ham xudo xolasa ota-onanglarning yoshiga yetasizlar, sizlar ham qariysizlar. Ana o'shanda sizlar ota-onanglarga qilgan muomalalarni, qilgan xatti-harakatinglarni ana o'shanda tushunib yetasizlar. Ota-onanglar sizlarni boyliginglar, sizlarni bitta qilgan harakatinglar, bitta noto'g'ri qo'ygan qadaminglar ota-onanglarni boshini yerga egib, bo'ynini egib qo'yadi. Shuning uchun shuni hisobga olgan holda iloji boricha ota-onanglarga unaqa yomon munosabatda bo'lmanglar. Siz menga nima qilib beruvdingiz, siz menga nima qilib berdingiz, nima qilmoqchisiz, otamsiz, qilib berishingiz shart, onamsiz degan gaplarni u g'arbdan kirib kelayotgan yoki ham Instagramda, Facebookda har xil gaplarni olib ota-onanglarga unaqa davleniya qilavermanglar. Sizlar oldin ota-onanglarning o'rnida o'zinglar bo'linglar. Ota-ona bu dunyoda hamma narsasidan voz kechib bo'lsa ham farzandini baxtli yashashini, to'la to'kis yashashini ta'minlab beradigan yagona inson hisoblanadi. Hali eskida aytadi-yu, ota-ona qilib yaratmasin ekan deydi-yu. Sizlar mana 40 ga chiqqaninglarda, 50 ga, 30 ga chiqqaninglarda, o'zinglar farzandli bo'lganinglarda ana o'shanda ota-onanglarning qadriga yetasizlar. Lekin ma'lumot o'rnida deydim, eslatma o'rnida bir ota-onalarga bir og'iz gapim bor. Iloji boricha bolalaringlarni qarg'amanglar, yomon gapirmanglar. Chunki bolani mana shunaqa bo'lib o'sishida asosiy bizani o'zimizdan qilgan tarbiyamizni katta rol o'ynaydi, bu hayotda. Chunki qanday tarbiya bersa, kelajakda xudo xolasa daraxt ham bitta ekib, qanday parvarish bersangiz, shunday meva beradi. Parvarish bermasangiz dabdalashib ketaveradi deydi. O'shanga, lekin bu jihatda farzandlarimizni, ukalarimizni, singillarimizga, ota-onalariga unaqa munosabatda bo'lmasliklarini juda bir so'rab qolaman. Chunki hozir ko'chalarda juda bir yomon, xunuk holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar.